Xitay atalmış terörlük karıştırış halkara muhakeme yığını Şarkı Türkistan'da ötküzdü. Qadrli görürmelerimiz elbette yakınqı bir qancha yıldan buyan muşunun oxşaş çoğun türdeki yığınlarını Xitay bizning vatanning mayli Ürümçi bolsun, Qashqar bolsun, bu vatanning har qaysi shaharlarda muhim xalqarалық yığınlarını ötküzüp bu yerda ham yığın ötküzüş bilan birga bu Şarkı Türkistanning qanchalik taraqqiy qilganligini, Xitoyning tildagi Xinjiangning atalmış qanchalik taraqqiy qildirib o'tganligini, terrorlikni qanday yo'qotganligini, butunlay ming-yush ta'tir tashviqot faoliyatining markaziga aylantirganligini hammamiz bilamiz. To'xtovsiz davom qilyapti. Bu eng oxirgi qitimqi bir faaliyet, eng yangi o'tkazilgan faaliyet 2026-yillik terrorlikqa qarshi turish xalqaro muhokama yig'ini o'tkazdi Xitoy bu qitim. Eli viloyatiga o'rinlashtirilgan bu yig'in bu yerda o'tkazilgan. Mazkur yig'inga Xitoy bilan quyuq aloqa saqlab kelgan bir qism davlat va tashkilotlarning vakillari qatnashdi. Sharq Turkistonda saxta tashviqot organi Tangritog' va boshqa Xitoyning kanallari buni bas-basda albatta har qitimqidek buning xabarlarini har xil tillarda taqatdi. 4-avgust terrorizm yangi xirisiga taqobil turish, davlat mas'uliyatini kuchaytirib xalqaro birikma kuchini mujassamlash boshlaymisidagi terrorlikqa qarshi turish xalqaro muhokama yig'ini vatanimizning Eli viloyatida o'tkazilgan. Arab Birlashma Xalifaligi, Rossiya, Afrika ittifoqi qatorliq 24 davlat va tashkilotlardan kelgan 100 dan ortiq kishi bu yig'inga muhokama yig'iniga qatnashgan. Yuqoridagi suratlardan ko'ra olasizlar. Hammasiga mikrofon tanlab berdi Xitoylar. Aşınan fikirlerini elip, gün hazırdan başlap oldu. Hemmisini parçalap, her xil tillarda taqıtıdı. Çünkü ularning hammasi chaqirib kelgan bularning hammasi so'zlaydi o'zlarining tillarida. Voy biyodik taraqqiyotni andaq qilib ketibdi, mandaq qilib ketibdi. Nihoyat yaxshi ish qilib o'tibdilar deb hammasi og'iz kelmay degan bu so'zlarni parchalab butun tillarda taqidi. Ta'tir tashviqotning qanchalik kuchlik elib berilayotganligini ko'rib olamiz, qarab boqaylik. Xitoy amaldorlari bo'lsa, yig'inda Sharq Turkistonning Xitoyning atalmış terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugatishdagi oldingi saf bazi ekanligi, uda 9 yildan ko'proq vaqtdan buyon zo'ravonlik, terrorlik voqeasi yuz bermaganligi, Xitoy terrorlikqa qarshi turish tajribasi natijasini to'liq ham baharlab, terrorizmning tahdidi va xirisiga o'rtaq taqobil turishni xohlaydiganligi haqida bildirdi. Yangi so'zlarmi bu biz uchun? Asla. Yani her daim Xitoy bunu devatmamdı. Ya sen numussiz tajovuzchilar, sen bu xalqning ya odatdagi tavuz satadigan oshpaz Navoiyning kichik mishinchilik pichiqini zanjir savagan qo'rqinchoq numussiz tajovuzchilar. Sen bu vatandan nimani kutyapsan? Sen bunchilik qilib qo'yib, hamma tarafdan temir zanjir bilan qoplab etib, xalqning uyida ishiltadigan pichoqlarini butunlay kod qo'yib, onun kendinden 9 yıldan bu yerda terrorlik hücumu yüz vermedi. Sen bunundan mı maqtanıyorsun yani? Bu maqtandığın iş mi? Ya bu derecede numussuz bular ya. Öyle bakaydı yani. Senin galiben mi bu yani? Elbette gap qilsak nurg'un gap bor bu numussuzlarniki. Yani aslida yüzü İnsan bo'lsa bular yuzi chimildaydi bu gaplarni qilishdan burun. Bu yerdagi xalqning sana o'xshash ishg'oliyatchi hokimiyatga qarshi elib borgan har qanday harakati, mayli pichiqi bilan bo'lsin, mayli paltisi bilan bo'lsin, sana ishg'oliyatchiga qarshi chiqqan narsaning hech biri terrorlik emas aslida. Dunyoning hech bir yerda terrorlik deb qaralmaydi bu narsa. Sana o'xshash ishg'oliyatchiga qarshi xalqning özünün küçü yetken miktarda karşı çıkışı, sizin cinayetingiz, zulmünge karşı çıkışı olup hesaplandı. Bütün dünya kanunlardı bu şunda. Ama sen bütünlay aklını qaraqılab, hakikatini bütünlay burmulab, ya sen işgaliyetçi bu yerde. Bu xalq, bu yerdeki xalq vatanning egileri. Bularning hamma narsasini milyonlagan insonni solab yo'qitib, erlerining nurg'unlarini yo'qitib, kichik bolalardan tortib maktabga kirib olib, Emdi qop numussuzlarcha 9 yıldan buyon bu yerda hech qanday voqea yuz bermadi, terrorlik hujum yuz bermadi. Voy numussuzlar. Uyg'ur tadqiqot instituti dal shu
muhokama yig'ini haqida bir analiz maqolasi e'lon qildi. Maqolada bu qatimliq yig'inning amaliyotda Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi siyosatlarini xalqaro sahnada qonunlashtirish va G'arbning tanqidlariga taqobil turish uchun tashlagan eng chong diplomatiyalik qadamlarining biri hisoblanadiganligini, Xitoyning yillardan buyon Xitoy bilan bir saf turib Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni pardozlashga hassa qo'shib kelgan dunyo musulmon jamiyatlar kengashining yig'inga muhim mehmon sifatida qatnashtirish orqali Sharq Turkistondagi diniy bostirishlarni asabiylikka qarshi turish niqobi bilan qaytadan pardozlab chiqqanligini ta'kidladi analiz maqolasida. Mao Dünya Müslüman Cemiyetler Kengashi degan bu ilgirki asli sani biz istiqlolda qanchalagan qaytim berdik. Bu markaziy Dubayda bo'lgan Arab Birlashma Xalifaligi. Ammo islom dunyosida hech qanday e'tibori yo'q, ko'p axlat bir jamiyat deylan buni. Bağın öz vaqtidagi qanchalagan qaytim apadi Raqib Timurniyaz bilan ko'rishtirdi uning raisini. Aşağıda undan keyingi faaliyetlerde qilgan so'zlarni hammamiz bilamiz. Ya'ni amaliyotda bu tashkilotga a'zo bo'lgan insonlarmi o'z jamiyatida e'tiborga ilinmaydigan, tunilmagan, shunday axlat insonlar hamdi. Ani chunki Xitoyning depini chepirdigan ahmoqlar bo'lganligi uchun uni alohida mehmon sifatida chaqirib, bu yerda yana bir ko'z bo'yamchilik o'yini o'ynadi Xitoy hamdi. Maqolada yana muhokama yig'inining Ili viloyatiga o'rnashtirilishning orqa ko'rinishi analiz qilinib, Ilining chegara rayoniga joylashganligi, Turkiston Jumhuriyatlariga ishlangan muhim chegara eg'iz ekanligi, shundaqla atalmish terrorlik qarshi turish nomidagi bostirishning nuqtaliq rayonlaridan biri ekanligi, chunki chegaraga yaqin bo'lganligi uchun ham Uyg'urlarimiz intayin hammamiz bilamiz Ili viloyatini. Xitoy chegara rayonining muqimligini saqlashni ishga oshirganligini da'vo qilish orqali bu yerda çünkü ko'z bo'yamchilik qilib, qo'shni Turkiston Jumhuriyatlariga va savdo sheriklariga Sharq Turkiston muqim bo'lsa sizlarga keldigan savdo liniyasi bexatar bo'ldi degan signalni berishga uringanligini ham bu analiz maqolasida o'ttirga qo'ygan Uyg'ur tadqiqot instituti. Xo'sh, buning tafsilotini hali suhbatlashamiz doktor bilan.